Assalomu alaykum. Xonadonga noldan samarali bog' tashkil qilish darslarini davom ettiramiz. Xudo xolasa bugun 5-dars. Mevali daraxt atrofi madaniy ekinlar va yovvoyi o'tlardan toza saqlanishi kerak. Endi juda ham dolzarb muammolardan bittasi, biz ko'chatni ekamizda tomorqamizga tagiga beda sochvoramiz. Bu juda ham katta xato ish. Endi bedani ildizi kuchli bo'ladi, u daraxt ildizidan tezroq o'zlashtiradi yerdagi ozuqani. Biz ekkan ko'chatimiz yerdagi ozuqani namlikda o'ziga yetarli o'zlashtira olmagandan keyin o'sishi, rivojlanishi polli minusga qarab ketadi, hosilga kirishi 3-4 yillik kechikadi, bergan hosili ham sifatsiz bo'lib yetiladi. Shuning uchun ko'chat ekdikmi 40 sm radiusda tagi toza saqlanishimiz kerak. Har doim hech qanaqa ekin ekmaymiz, beda ekmaymiz, o'sib chiqqan o'tlarni tozalab turamiz. Bir yilda 3-4 marta tozalashimiz kerak. Yurib tashlasak ham bo'ladi, chopsak bo'ladi yoki gerbitsid bilan ishlayveramiz. Endi gerbitsid sepganda ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'sha sepgan dorimiz daraxt tanasiga yoki bariga tegsa, daraxtga ham zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi ko'chadan palon pulga sotib olamiz ko'chatni, uni yerda qanchadir pulga tayyorlatamiz. Ko'chat ekamiz, o'sha chiroyli bog' tayyorlaganimizdan keyin bizning asosiy maqsadimiz o'sha bog'dan tezroq va ko'proq daromad olish bo'lishi kerak. Endi bog' tashkil qilib qo'yib orasiga beda sochib yo o't ekib yo o'sib chiqqan o'tlarga nazorat qilmasdan o'z holiga tashlab qo'yish bu mantiqsizlik. Biz foydamizni orqaga qarab ketadi, polni ishlarimiz orqaga qarab ketadi, daraxtimiz tezroq rivojlanmaydi, biz kutgan natijani bermaydi, bizni foydaga olib kira olmaydi. Bu noto'g'ri. Shuning uchun har doim o'sha qoidaga amal qilishimiz kerak, o'sha daraxt tagini toza saqlashimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi masala, daraxt o'sha ekdikmi, ko'chat ekdikmi, polni огородni o'rashimiz kerak. Sho'tka bilan o'rab chegara o'rnatishimiz kerak. O'sha xonadonimizda misol uchun hammamiz ham balki mol boqsak kerak, qo'y boqamiz balki. O'sha огород ichiga, o'sha bog'ning ichiga kirmasligi kerak bo'ladi. Kirgandan keyin misol uchun yozda chiroyli bo'lib, yam-yashil bo'lib o'sib turganda ko'chat mol keladi, g'arch yeb ketadi. Bo'ldi, u уже ko'chat 2 yilga kechikadi. Rivojlanishi, polni o'sishi kechikadi 2 yilga. O'sha 2 yil ichida yana kelib bir marta yesa o'shani bo'ldi, u daraxtni olib tashlasak ham bo'laveradi. Уже taktuv bilan qo'porib, уже u biz kutgan natijani bermaydi u daraxt. Shuning uchun o'sha moldan, o'tdan toza saqlashimiz kerak daraxtlarimizni. Endi ilk yillarda, birinchi, ikkinchi yilda bog' qator oralariga ekin ekishimiz mumkin. Mevali ko'chatlar kichkinalik vaqtida. Endi bir ikkita shartlari bor. Birinchi sharti bu bizni meva daraxt ko'chatimizga soya berib qolmasligi kerak. Misol uchun makka eksakda baland bo'lib ketsa-da, bizni ekinlar ana ko'chatlarimiz makkani soyasida qolib ketsa, bu noto'g'ri ish. Bunga o'sishiga xalaqit bermasligi kerak daraxtimizni. Ikkinchi masala, o'sha mevali ko'chatimiz ehtiyojiga qarab suv va ozuqani berishimiz kerak yerga. Ekinimizni ehtiyojiga qarab emas. O'sha shartlari bor. Xullas, birinchi maqsadimiz o'sha daraxtni tezroq rivojlantirish bo'lishi kerak bizning maqsadimiz. Tagiga ekin ekib qo'yib, ikkinchi daromad olish bo'lmasligi kerak bizning maqsadimiz. O'sha butun e'tiborimizni bog'imizga qaratamiz, o'sha ko'chatlarimizni rivojlantiramiz birinchi o'rinda. Tezroq hosilga kiritamiz. Mana shu 3-4 yilga bog'liq boshlang'ich. Keyingi kelajakdagi bizning daromadimiz. Bu 5-6 yildan keyin yuqori daromadga kirgandan keyin yaxshi ham o'sha ish qilmagan ekanmiz, yaxshi ham tagiga biror narsa ekmagan ekanmiz deb o'zimiz aytamiz o'shanda. Lekin tagiga bu narsa ekib, beda sochib yo mol boylab, mol boqib bu bog'ni minusga kiritib yuborsak, keyin yuramiz, bog'dan foydasi yo'q ekan. Bog' tashkil qilishdan foyda yo'q ekan. Umuman tez qurib qolyapti daraxtim, yo bergan hosili yeb bo'lmaydi deydi ko'pchilik, yo normal hosil bermayapti deydi. Bu hammasi o'zimizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'rtoqlar, yoki mol boqaylik, yoki o't ekaylik, yoki bog' tashkil qilaylik. Uchalasini birdaniga olib ketib bo'lmaydi. Bog' o'zi alohida soha, u chorvachilikdan, o'sha boshqa bedachilik, masalan o'tchilikdan boshqa soha, bog' sohasi bo'lgandan keyin bog' sohasiga kirib keldikmi, butun e'tiborimiz o'sha mevali daraxtga qaratilishi kerak. Boshqa hech narsaga qaratmaymiz.
e'tiborimizni qolgan narsalar chetga surib qo'yamiz. Xudo xohlasa mana shu orqasidan judayam zo'r daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Hammasi o'zimizga bog'liq. Endi bog' tashkil qilmoqchi bo'lganlar mana shu narsalarga e'tiborga olinglar. Misol uchun bog' yo'q, men molim ko'p, men molim boylamasam bo'lmaydi yoki men beda ekmasam bo'lmaydi. Butun e'tiborim men shunga qarab qolgan, meni keyingi ishlarim shunga qarab qolgan deydiganlar endi o'ylab ko'rsin. Umuman bog' sohasiga kirib kelmasligi kerak agar bunaqa vaziyat bo'lsa, yoki boshqa joydan kattaroq yer olib 1 gektar, 2 gektar olib turib o'sha yerga beda ekmasdan yaxshi bog' tashkil qilish mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Beka fruit kuzatishda davom etinglar. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin. Rahmat.